$745 evaziga 14 kunlik umra safariga borishlaring mumkin. Qaysi kompaniya ekan deb o'ylanib turibsizlarmi? Xudo xolasa o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan Hikmat Travel ofisiga yetib kelganmiz. $745 evaziga noto'g'ri eshitmadilaring. Agar sizlarda vizalaring bo'ladigan bo'lsa, $745 evaziga umra safariga jo'natib yuboramiz. Yo'q, mana vizam yo'q, endi birinchi marta bormoqchiman deydigan bo'lsalaring, $845 evaziga borishlaring mumkin. Menimcha YouTube'da hali hech kim qo'yib ulgurmagan bu haqda. Xudo xolasa birinchilardan bo'lib biz qo'yyapmiz. Aytib o'tganimizdek Hikmat Travel ofisiga yetib kelamiz. Endi to'liqroq ma'lumotni Abdug'affor akadan olib o'tamiz. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka $745 dan deb qo'ydim. Bitta tushuntirib bering endi qanaqa bo'ladi? $745 dan Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reyslarimiz qo'yilgan. 745 o'sha ukam aytganlaridek vizalaring bo'lsa, viza 1 yilga beriladi. O'sha vizalaring bo'lsa, so'rovi tugamagan bo'lsa, $745 dan bemalol uchib ketsalaring, 14 kunlik umraga borib kelsalaring bo'ladi. Agar yo'q, menda viza yo'q, vizam so'rovi tugagan yoki birinchi marta borishim deydiganlarga $845 dan Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reyslarimiz qo'yilgan. Ularning chislovlari 20-iyul kuni bor, 2026-yil 24-iyul kuni bor. 24-iyul kuni bor, zo'r. Bemalol ulgib qolinglar, xudo xolasa bu chegirmalarga, chegirma narxlarga kutib qolamiz hammalaringni. Telefon qilib joylarni bron qilsa bo'ladi. Joylarni bron qilsa bo'laveradi. Endi yo'q, bizga Farg'ona uzoqlik qiladi, biz Toshkentdan ham cho'ramiz deydiganlarga, Toshkentdan ham reyslarimiz bor. Xo'p. Toshkentda ham $845 beramiz, vizalari yo'q bo'lsa, vizalari bo'lsa $745 qilib beramiz. Bu Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reysimizning narxini $845, chislovlari 20-iyul kuni bor, 21-iyul kuni bor, 22-iyul kuni, 23, 24, 25-iyul kunlari reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Telefon qilib, xudo xolasa joylarini bron qilishlaring mumkin. Xolasalaring Farg'onaga ketishlaring mumkin, xolasalaring Toshkentga ketishlaring mumkin. Pastda nomerlar turibdi. Hozirroq telefon qilinglar, xudo xolasa sizlarga yanada to'liqroq ma'lumot beriladi. Endi mana narxlarni aytib o'tdik. Shart-sharoitlarni tushuntirib bersak aka. Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada gastitsamiz uzoqligi 200-300 metr. Makka Mukarramada 800 metrdan 2 kilometrgacha. 800 metr. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushaveradi. Zo'r. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. O'z ichiga oladi. Xo'p, undan tashqari 50 bosh xizmati, 50 boshimiz iloji boricha billa borib, billa kelishadi aeroportdan. Undan tashqari firma tomonidan beriladigan narsalar, mana sovka beriladi, kamzil beriladi, bejik beriladi. Va vizalarni ham qo'llariga chiqarib beramiz iloji boricha. Aeroportda beriladigan narsalar. Zo'r. Xo'p, undan tashqari qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi ham bonus sifatida qo'shib beriladi. Har bitta odamga 5 litrdan zamzam suv, xudo xolasa bonus sifatida. Endi to'lovlar qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun to'lovlarimizga ofisga kelib to'lov qilaman deydigan obunachilarimiz uchun xolasa ofisga kelib to'lov qilsin. To'lov ofislarimiz manzillari 3 ta viloyatda bor respublika bo'yicha. Qaysi joylar? Andijonda bor, Toshkentda bor, Farg'onada bor. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun mana shu nomerda o'zimning nomerimni qo'yapmiz. Ismim Abdug'affor. Bemalol aloqaga chiqinglar. O'zim tushuntirib beraman. Masalan, pasportlaringni tashlasalaring, Telegramdanmi, WhatsAppdanmi, farqi yo'q. Keyin qandaydir jindekkina summa zakolatga tashlab qo'yasizlar, qolganini aeroportda hisob-kitob qilaveramiz bemalol. Muammo bas. Zo'r. O'zlaringga qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa, o'sha yo'lga bemalol yurishlaring mumkin. Xudo xolasa, onlayn joyim bron qilaman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar turibdi, Telegram, WhatsApp hamma narsa bor. Aka aytganlaridek Abdug'affor aka o'zlarining nomerlari, qanaqadir savollar tug'ilib qolgan bo'lsa, bemalol telefon qilib, xudo xolasa, savollaringga javob olib, joylaringni bron qilishlaring mumkin. Hozirroq videoga bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa birinchilardan bo'lib bu video chiqadi. Agar siz umra safariga borishni agar xohlayotgan bo'lsangiz, narxi tushunib kutayotgan bo'lsangiz, hozir rosa boradigan paytiga keldi. Narxlarimiz anchagina arzonladi. Joylaringizni bron qilishlaring mumkin. Yo yaqinlarim bormoqchi degan bo'lsangiz, bu videoni yuborib qo'ysangiz, xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha